Bugungi kunda O'zbekiston o'z taraqqiyotining muhim tarixiy pallasida turibdi. Prezidentimiz boshchiligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning bosh maqsadi bu xalqimizning farovonligini yuksaltirishga qaratilgan. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonni jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashini ta'minlash nazarda tutilmoqda. Bugungi kunda bu borada O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga to'laqonli a'zo bo'lib kirishi iqtisodiy strategiyamizning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Davlat dasturining aynan shu 2026-16 fevraldagi 21-sonli farmonga asosan qabul qilingan davlat dasturida ham aynan O'zbekistonni JSTga to'laqonli a'zo bo'lib kirishini jadallashtirish bo'yicha aniq choralar belgilab olingan. Jumladan farmonning 407-bandida bugungi kunda shu ikki tomonlama muzokaralarni va 408-bandida shu ko'p tomonlama muzokaralarni yakuniga yetkazish maqsad qilingan. Bugungi kunda O'zbekiston 180 dan ortiq o'sha o'zini me'yoriy hujjatlarini o'zgartirish kiritildi. Bular aynan shu Jahon savdo tashkilotining me'yorlariga, qoidalariga moslashtirish ishlari amalga oshirildi. Bu yo'nalishda o'sha eksport, importga tegishli hujjatlarimiz, shu bilan bir qatorda sanitariya, fitosanitariya hujjatlari, texnik reglamentlar, undan tashqari mana shu intellektual mulk yo'nalishida va shuningdek xizmatlar sohasida ham bir qator hujjatlarda o'sha muvofiqlashtirish ishlari yakuniga yetkazildi. Aynan joriy yilda ham 20 dan ortiq hujjatlarni muvofiqlashtirish nazarda tutilgan. Ko'p tomonlama muzokaralar doirasida aynan shu ishlar amalga oshirilyapti va bu borada 12 ta ishchi guruh yig'ilishlari o'tkazildi. Xususan mana joriy yilning 9-mart kunida 12-chi ishchi guruh yig'ilishi yakuniga yetkazildi. Ikki tomonlama muzokaralar borasida ham O'zbekiston bilan mana shu JSTning 166 ta a'zo davlatlaridan 35 tasi qiziqish bildirilgan. Aynan shu 35 ta davlatlar bilan ikki tomonlama muzokaralar xizmatlar sohasida, tovarlar sohasida yakuniga yetkazildi. Bu yakuniga yetkazilgan davlatlar ichida o'sha yirik iqtisodiyotga ega bo'lgan davlatlar, o'sha AQSh, Yevropa Ittifoqi, Rossiya Federatsiyasi, Xitoy kabi davlatlar bilan muzokaralar yakuniga yetkazildi va ular bilan o'sha ikki tomonlama bayonnomalar imzolanib bo'lindi. Endi bugungi kunda yana ikkita davlat bilan qo'shimcha muzokaralar joriy yilning yakuniga yetkazilib, JSTga to'laqonli a'zo bo'lish nazarda tutilgan. Aynan shu O'zbekistonni JSTga a'zo bo'lishligi, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizni milliy o'sha qonunchiligimizni xalqaro savdo qoidalariga, standartlarga moslashtirish va o'sha savdodagi ortiqcha o'sha to'siqlarni bartaraf qilish, JSTning asosiy prinsipi bo'lgan tenglik, shaffoflik prinsiplariga moslashtirish nazarda tutilgan va buning natijasida O'zbekistonning iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishga yanada qo'shimcha zamin yaratish, shu bilan birga o'sha investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qiladi. JSTga a'zo bo'lishimiz natijasida O'zbekistonni xalqaro tizimga to'laqonli integratsiyalashuvi amalga oshiriladi va shu bilan bir qatorda O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Investitsiyalar sanoat va savdo vazirligining Jahon savdo tashkiloti boshqarmasi boshlig'i Islamov O'ktam Shukurlayevich.